Go'zallikni qarang, qanaqangi chiroyli san'at asari qilishib yuboribdi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, assalomu alaykum Umid Uz kanalining ashaddiy muxlislari. Bugun xudo xolasa yana o'sha Qobilxo'ja akamizning F1 bog'larida mana oxiri yakuniy, ya'ni uzumlarimizni sotilish jarayonidan ham sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qo'limdagi yashiklarimizni qaranglar, 4 vosh bilan to'lyapti. Hozirda mana shu bitta voshimizni 2 kilodan oshiq hisoblaganimizda ham bu yerda 9 kilo, 10 kilo, endi yashigidan tashqari 9 kilo qoladigan uzumlarimiz mana shu yerda. Katta voshli, mana har birining orasiga salfetka qo'yilyapti. Bu xudo xolasa o'zimizning ichki bozor va eksportga hamda xolodilniklarga saqlash uchun ham saralab bu yerda har xil turdagi yashiklarimizga uzilyapti. Hozir Qobil akamiz bilan suhbatlashamiz. Bu yerdagi uzumlarimizni shu kungacha qanday saqlagan? Chunki sababi F1 bog'lar juda ko'p joylarda pirqa bo'lib qolishi, orqaga qaytib qolishi ko'zda tutilyapti. Ya'ni shunaqangi kuzatilyapti. Shuning uchun Qobilxo'ja akadan aynan mana shu haqida ma'lumot so'raymiz va eng muhimi, agar imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, ma'qul keladigan bo'lsa, do'ngicha sotildimi bu bog'imiz yoki kiloga sotilyaptimi, shularni ham so'rab o'tamiz. Salomat bo'linglar, layklar esdan chiqmasin. Avvalgi videolarimizda sizlarga mana shu aynan tuynik ochishni ko'rsatganmiz. Ya'ni uzumlarimiz mana shunaqangi katta bog' bo'ladigan bo'lsa, havo aylanishi uchun mana shunaqangi tuyniklar ochilgan. Assalomu alaykum Qobil aka. Va alaykum assalom. Hormang, dehqonchiliklarga baraka bersin. Salomat bo'ling. Umringizga baraka. Charchamasdan. Rahmat. Eng rosa mazali, shirin joyiga yetib kelibsiz. Pulni sanaydigan, ha? Pulni rezinkalab, pachkalab, seyfga tashiydigan joyiga yetib kelibsiz aka. Barakasini bersin. Rahmat. Qobil aka, mana F1 bog'larimizda, ya'ni avvalgi videolarimizda ko'rsatganimizda juda ko'p insonlar ko'rib havas qilishgan. Mana bugun xudo xolasa baraka bo'pti, uzumlarimiz sotilyapti ekan. Sotilish jarayonidan ham obunachilarimizga va'da qilgandik, imkon qadar ko'rsatamiz. Bugun mana o'sha va'damizga muvofiq sotuv jarayonlaridan va mana shungacha bo'lgan yana ishlar haqida suhbatlashib o'tsak. Endi sizga birinchi beradigan savollarim aka. Hozirgi kungacha mana sentyabrda 22-chislosida turgan bo'lsak, shu kungacha ko'p bog'larda F1 bog'larimiz ko'p orqaga qaytishga, so'lib qolishga to'g'ri kelib qoldi. Shunaqangi narsa kuzatildi. Sizda nimaga shunaqangi narsa bo'lmayapti? Nima ishlar qilinyapti? Endi avvalo assalomu alaykum. Birinchi sabablarni aytib ko'ramiz. O'sha hozirgi paytda qaytib ketgan uzumlarda Umidjon o'sha kam suv qilib qo'yishganda, vaqtida orada sug'orilmay qolgan, nima bo'lganki o'zi bilishadi. Suvdan tortib qo'ygan. Suvdan tortib qo'ygan qisqasi. Bu F1da o'sha mana ko'p gapirganmiz, suvdan tortmaslik kerak-da. Boshidan boshlab mana shu uzilgungacha sug'oraveradi. Men mana shu bog'larimiz mana mashitlar ham ortiqcha quruq joy emas. Zakkashroq joy mashitlar ham. Shunda ham mana hozirgilik kunda ham mana suv bor mana Umidjon. Mana suv. Suvchimiz ham yuribdi mana. Mana suvni ba'da ochishyapti. Hozir mash suvni sug'ormaydigan bo'lsak, uzum qaytib ketadi. Uzum amal to'xtayapti-da hozir kuz havosi. Qaytadi. Shu uzumni olib qaytadi. Shuning uchun buni haftada yoki 10 kunda har kim yeriga qarab sug'orib turadi. Uzum mashinga o'xshab buni tarsillab turaveradi kuzda ham. Baquvvat bo'lib va ichi suvga to'lgan holatda bo'ladi. Qaytmaydi-da. Demak, o'sha suvni ushlab turish uchun, ya'ni donni karsillama holatda ushlab turishimiz uchun saydan suv berib turishimiz kerak. Suvni uzmaslik kerak, nam turish kerak. Nam turish kerak tagi. Asosiy sababi shu. Boshqa sabab yo'q bunda. Xo'p, boshqa ishlar qilingani yo'q. Endi dori-darmon sepish to'xtatilgan. Endi biz ham to'xtatdik hozir. Bundan ba'di endi dori sepmaymiz. Oxirgisini yaqinda chashdik. Bo'ldi, endi shu bilan bahorda dori sepiladi. Bahorda. Endi mana shu uzumlarimizni asosiy mana hozir uzilyapti, betlar ham endi sotilgan. Shu sotilgan deganingizga mana bir to'xtalib o'taylik. Bu yer qanaqa holatda sotildi? Chunki bu yil ko'p bog'bonlarimiz, dehqonlarimiz do'ngicha dogovor qildi. Sizda qanaqa? Kiloga sotilyaptimi, do'ngicha sotilyaptimi? Yo'q, bizda ham shunaqa do'ngicha sotganmiz. Bu yerda mana shu bog'imda o'sha aytganmiz 80 sotik mana shu o'zi hisobimizda. Husayni bor, Damiskiy bor, F1 bor, Mers bor mana shu yerdan shag'ir Mers. Do'ngichadagi o'rib sotganmiz, mana bolalar o'zib yurishibdi. Qanaqa dogovor bo'ldi endi u? Do'ngicha shunday. Do'ngicha endi shu mana shu uzib olishadi, mana shu oyda oxirigacha.
Bo'shatib chiqib ketish sanasi belgilanganmi? Ha, mana shu oyda oxiriga belgilangan. Sentyabrda oxirigacha Sentyabrda oxiriga joyda bo'shatishadi. bo'shatishadi. Mana shu F1larimizni ham tugatishadi. Endi mayli jicha turib bersin desa, endi gaplashamiz mayli, lekin dogovor oxirgi sentyabrda oxiri. Xo'p, dogovorning ichiga nimalar kiryapti? Mana hozir suv quyyapsiz. Mana shu suv bilan ta'minlab turish yoki bir yana qaysidir narsalariga qarab turish sizni zimmangizdami yo dogovordan keyin albatta. bo'ldimi, uziladimi? Yo'q, endi o'zim men shart qo'yganman Umidjon dogovorda. Mana shu suvni ham o'zim sug'orib beraman. Nimagaki endi bu olgan xaridorlarimiz bu yerda sharoitini bilmaydi. Suvni qayerdan ochishni bilmaydi. Narilariga bostirib yuborishi mumkin. F1da sug'orib turishliklarni ham bilmaydi o'zi bular. Ha, qanaqa suv berishdi? Nimagaki bo'ldi, oldik, bular sotamiz deyishdi bular xolosda. Men buni o'zim yetganman, F1da sug'orib berib turaman, mana shu paytinggacha. Mana shunaqa holatda ushlab beraman deb men o'zim dogovorga kirgizganman. Mana hozir mana shu suvni ham o'zimiz ochib beryapmiz. Demak, sotuv tugagungacha, ya'ni bog'imiz bo'shagungacha parvarishi siz zimmangizda. Ha, endi dogovorda shunday dogovor qilganmiz-da. Xo'p, agar sir bo'lmasa, dogovorimiz qanaqa bo'ldi? Narx-navosi agar. Yo, narx-navosi bas endi dogovor do'ngicha bo'lganda bizga. Kilaga sotilmagan, endi bular olib borib endi Toshkentda sotishyapti mana. Hali denlik yuzishdi. Endi narx-navolar bulardan so'raysiz-da. Narx-navo ulardan. Asosiy hozirgi kunda sotilayotib turgan narxi shunaqa. Lekin atrofda men eshityapti turganim, F1 uzumlarimiz hozirgi kunda bog'da shu 35 ming, 40 minggacha uzilyapti. Demak, sizni do'ngicha sotganingiz ham kiloga shu atrofga to'g'ri kelyapti. Shu atrofga to'g'ri keladi. Shu atrofga to'g'ri keladi. Primerni mana shu 80 sotik joyimizdan, hozir bu yerda 3 xil, 4 xil uzumni sanab berdingiz. Qancha tonna hisoblanadi? Chamasi bor-ku baribir. Общий tonna deysizmi? Ha, общий tonna qancha chama berildi? Endi общий tonna mana shu bog' olgan bolalar o'zlari pishdi. Ha, o'zlari chama qilishdi. Ha, o'zlari chama qilishdi, shu 25 tonna. 25 tonna. O'sha 25 tonna hisobiga siz bilan dogovor bo'ldi. Dogovor bo'ldi. Endi buni uzishganda men yozib qo'ydiganman. Menga ham kerak, senga ham yildan keyinga kerak. Toshnikilarni bilamiz. Endi bu 1-2 tonna ag'i-bag'i. Ha. Qo'yib suyug'i ichida baribir, shuning ichida. Taxmin shu 25 tonna, 26 tonna pichilgan. Demak, aziz obunachilar, mana 80 sotiklik bog'imizda bu yerda Mers uzumlari, Husayn uzumlari, Damiski uzumlari va mana shunaqangi mana F1 uzumlarimiz bor. 25 tonna shuni hisobida hisoblangan va hozirgi kundagi bozorlardagi narx-navolarimiz aynan F1dagi 30, 25, 30, 40 atrofigacha. O'shanaqa. 40 minggacha bor. Hozirgi kunda shunaqa, mana shu bog'larda. Holatiga qarab 40 minggacha bor. 40 minggacha. Xo'p, Qobil aka, hozir mana narigi o'zingizni xonadoningizdagi bog'ni ko'rsatganimizda uzumlarimiz, ya'ni erta bahor do'l urib ketgan, u yerdagi uzumlar vaqtida sotib tugatilganligi uchun dori-darmon solish jarayoni bo'lib o'tdi. Endi bu hozir mana sentyabrda oxirida bo'shaydigan bo'lsa, bu yerga ham xuddi shu amaliyot bajariladimi? Ha, bajaraman. Endi mana shu hozir qilaman o'zi shu ishni. Endi uzumi bor. Bular uzumni uzib chiqib olgandan keyin o'zi hozir qilish kerak asli. Hozir moment payti. Endi iloji yo'q, shartnoma qilib qo'yganmiz biz. Bular uzib olgandan keyin ne bog'da ish boshlayman-da men. Shungacha iloji yo'q, hozir bu yerda ishladim men. Tushunarli. Xo'p, mana ko'p insonlar bilamiz, hozirgi aynan oktyabrga o'tib, sentyabrda oxirlariga borib baklashkaga yoki xolodilnikiga uzish jarayonlari bo'lyapti. O'zingiz ham bilamiz, uzum saqlash bo'yicha ancha mutaxassissiz va uyingizda yaxshigina uzum saqlaysiz. Qachondan boshlanadi uzumni xonadonda saqlash uchun uzishga? Bakalashka stilda. Bakalashka uy xonadon uchun. Xonadon uchun o'sha bakalashka stilda hali unga bor, o'sha oktyabrda 10-sidan. 10-sidan. Havo sal pastroq kelib qolsa, oktyabrda 1-sidan boshlanaveradi. Shu 1 bilan 10 asosiy. 1 bilan 10 da atrofida demak uzilaveradi. Mana shu holat bo'lsa, endi biz ham shu 1-dan deyapmiz. Endi ob-havoga bog'liqda baribir. Ob-havolarimiz ham o'zi hozir kechki paytlar ancha salqin bo'lib qoldi. Salqin bo'lib qoldi. Endi isib ketadigan bo'lsa, shu 10-sidan uzamiz. Xudo xolasa ana shu uzilish jarayonini ham bir ko'rsatamiz endi, yana baklashka stilini. Xudo xolasa mana shu yerda uziladigan joyimiz bor, mana Husayn uzumlarimizdan uzamiz. Xudo xolasa. Qog'ozlab tayyor qilib qo'yganmiz. Nimaga qurib ketdi dedingiz? Mana biz bog'da misol hozir mana shuni ko'ring, mana yashnayapti. O'sha bu
dorini evaziga shunday turibdi. Yashnab turibdi. Yashnab turibdi. Mana ko'ring, hamma yo'q, misol qurigan nima yo'q. Hozirgi holatda ham mana shu mana bugun 22 sentyabrda turibmiz. Ko'p bog'larda qurib ketgan. Amal bor, lekin qurib ketgan bak. Shuning uchun o'sha dorini o'z vaqtida chachish kerak. O'sha antiklarat degan dorimiz bor, aytib o'tganman yaqinda ham. Shu dorini chachish kerak. Demak, uzumni Yashnatuvchi o'sha dori. Mana shunaqangi bakta orqasida hali trepes, pashsha deymiz-ku. Shu narsalar bo'lmaydi mana. Yashnab turadi, uzum nafas oladi. Salomat bo'ling aka. Sizlarga rivojini bersin. Aziz obunachilar, mana qo'ldan kelgancha F1 bog'laridan qilingan ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta o'sha like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman.